Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi zinamizdan beton quyish jarayonini yakunlab oldik. Xudo xolasa kech bo'lishiga qaramasdan egilariga yoqadigan qilib, aytganlaridek qilib, proyektlardagi qilib muhimi topshirib oldi. Zinamiz ham bir o'zgacha chiqdi, bir kech bo'lib ancha cho'zilib ketib qoldi. Xonalarimiz balandligiga keladigan bo'lsak, xonamiz balandligi 3.60, 24 ta stupenka tushdi. 15,5 da zinamiz yana 1,5 metr. Plashatkalarimiz ham 1,5 metrga 1,5 metr bo'ldi. O'rtadagilar eng tepadagisi mana shu 1.98 bo'ldi. Xona sifatli qilib chiroyli topshirib berdi. Kech bo'lishiga qaramasdan ancha cho'zilib ketdi. Like, podpiska tashab qo'yaverasizlar. Yoqqan bo'lsa.